Aybek bilan hozir Namangandamiz. Nimaga Namanganga keldik? Chunki Toshkentdan ketmoqchi edik Turkiyaga. O'sha ehsonlarimiz ham yig'ilmadi. Hozir hisobimizda Aybekga bergan 6 million won pul, undan tashqari yana 3 millionga yetib yetmagan pul yig'ildi. Umumiy 9 million pulimiz yig'ildi. Aybek bilan O'zbekistondamiz. Hozir Namanganda mana Afsonalar masjidida turibmiz. Inshaalloh hozir jumani birgalikda o'qiymiz. Iltimos sizlardan qo'llaringdan kelgancha ehson qilinglar. Bugun Turkiyaga uchib ketishimiz kerak. Nimaga biz Namanganga keldik? Chunki Namanganda 3 million 500 ming so'mdan 2 kishiga bilet topdik. Toshkentdan bo'lsa bir kishining o'ziga 9 milliondan ekan. Shuning uchun Namangandan uchishga majbur bo'ldik. Mana Aybek turibdi yonimda. Ko'zingizni ko'rsatib qo'ying. Ko'zini ocholmaydi umuman. Zo'r ochyapti. Yerga qarab yuraveradi. Bir gapiray desa gapirmaydi ham. Og'riyaptimi desam, og'riyapti deydi. Umuman atrofga qaralmaydi, quyoshga qaralmaydi. Indamay turaveradi. O'zim ham siqilib ketdim. Bu ham ota-onasiga aytdi, duo qilishyapti. Qo'ldan kelgancha agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, ehson qilinglar. Turkiyadan bir akamiz telefon qildi. Avazbek $1000 ataganim bor, kelaveringlar. Aeroportda kutib olib iloji bo'lsa beraman o'sha pulni dedi. Alloh rozi bo'lsin, shunaqa odam chiqdi. U yoqda bir kasalxona bilan gaplashdik. Kasalxona kelaveringlar. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz dedi. Lekin ashta aytib o'tganimdek, kasalxona operatsiyani o'zi $17,800 ekan. Undan tashqari biletlarimiz bilan общий hisoblaganda bir 20 millionni yaqbag'ida pul ketar ekan bizga. Lekin bizda hozir juda chiqsa bir $6000 pulimiz bor. Endi Allohga tavakkal qilib yo'lga chiqdik. Iltimos sizlardan maksimalniy podeshga kutamiz. 100 ta 100 ta komment yozib, to'g'ri ichimizda ehson qila olmaydiganlar bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Ehson kartalarimizga qo'ldan kelsa ehson qilib, hammaga tarqatib, like bosib, komment bosib, report bosib yordam beringlar. To'g'rimi Oybek? To'g'ri. Ketdik jumaga endi. Allohdan so'raymiz endi, bandalar sababchi yuring. Ketdik. Men hozir Afsonalar masjidiga kirib ketyapmiz. Mana Afsonalar masjidi. Inshaalloh mana Aybek bilan hozir chetda namozda o'qib Allohdan so'raymiz. Chunki ehsonimiz kam, juda ham kam. Juda kam. Ko'pchilikga tarqatinglar bu videoni. Har bitta qilayotgan ishimizni ko'rsatib boraman. Inshaalloh sizlar sababchi bo'lib qolinglar. Afsona masjidi bugun juma namozi. Assalomu alaykum. Allohdan so'raymiz, bandalari sizlar sababchi bo'lib qolinglar. Mana shu bolani ko'zini inshaalloh saqlab qolaylik. Bittasini-ku umuman ko'r bo'lish ehtimoli katta deyapti. Naryoqda to'g'ri qolaylik. Endi bittasini saqlab qolaylik hech yo'q deyapmiz. Agar ikkalasi ham ko'r bo'lib qoladigan bo'lsa, bu bola umrbod ko'r bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'ldan kelgancha yordam berib, ehson qilib, ehsonlaringizni ayamaysizlar degan umiddaman. Xullas Allohdan so'rab yo'lga chiqdik. Agar yetmasa, pul yig'ilmasa, o'zim yonimdan beraman deb ham ketyapman. Chiqdim, oxirigacha yetkazib qo'yay deyapman. Iltimos sizlardan $20,000 atrofida pul kerak edi, yo'l kira, pul kiralarimiz bilan. Men-ku ko'p narsani yana yonimdan qilyapman o'zim uchun. Lekin mana bu bolani bir tiyin puli yo'q. Общий 6 million haligi qolgan pulni berganim, undan tashqari 3 milliongina yig'ildi xolos. Iltimos sizlardan mana shu bolani ko'zini saqlab qolaylik. Hammaga tarqatib, repost bosib yordam beringlar. Allohdan so'raymiz, bandalar sababchi bo'lib qolsin inshaalloh. Aybek. Au. Ko'z yaxshimi? Og'riyapti? Og'riyapti. Og'riyapti ekan ko'zi.